stol beryapman aka, o'zlari shakar yapadi. Oybekin va qolsaydi. Birinchi antibiotikka tekshiramiz. Hop. Bu sigirlarda ukol qilingan qilinmaganini ko'rsatadi. Mana bu testi chiqqancha kutamiz. Endi spirtga tekshiramiz. Sutni achigan achimaganini. Necha foiz spirtligini? 72% spirt. Siz ishingiz ham qiyin ekan, bitta sutni o'zini olib ketmas ekansiz. Ularni ham tekshirib olar ekansiz. Mana aralashtirdik. Bilan Spirtni. Ketdi. Mana tiniq chiqadi. Ha, tiniq bo'lsa, bu anaqa achimagani hisoblanadi. Achimagani Sut sochmagan kanalari. Biz har qanday klientga mana shunday tekshirib olishni tavsiya qilamiz. Chunki zavodga borganda endi mana bu sodaga tekshiramiz. Sodaga. Soda qo'shilgan, qo'shilmaganligini aniqlaymiz. Bu ham 1 minutda chiqadi javobi. Bu necha minutda chiqadi? Sal sovuqroqda hozir. Kun salqinroq, o'shani hisobi kechroq chiqadi. Ha, kun issiqda tez chiqadi. yana buni qisqacha to'liq ma'lumot beraman. Antibiotikni 160 sekundgacha kutish kerak. O'zi maksimalni o'zini uni qilish uchun bu tortadi, 160 sekunddan keyin javobi chiqishni boshlaydi. O'sha общий 300 minut bo'ladi. O'zi Ditman kitobida yozilgan 160 minutdan 300 sekundgacha bu tekshirish vaqti bo'ladi. Shuning uchun biz har qanday musofaga mana necha yildan beri ishlaydigan bo'lsak, pastdan mana shu tekshirib olishlari bizga yaxshi. Misol uchun rahbariyat tomonidan ham bizda ham ertaga kislota oshib ketdi, achib qolibdi, antibiotik bor ekan, shu yerda o'zida bartaraf etiladi. Mana shoferlarni o'zi laboratoriya bo'lib ketgan, otasiga rahmat amanadi. Tekshirib olishyapti shu yerda. Sizlarni sifatga ketishgan, Sifatga ketishganda yaxshi. Zo'r tomonlama.